Hammaga salom do'stlar. Men Yaponiyada 1 yil 3 oy yashadim. Men hozir O'zbekistondaman. Bu joy mana til maktabim. Nomi Japkor. Bugun sizlarga Yaponiyada hayot, o'zi Yaponiyaga borish kerakmi, yo'qmi, barchasini aytib beraman. Ko'p blogerlar, to'g'risini aytsam, ochiqchasiga aytmaydi. Hamma narsani hamma reklama qiladi. Boringlar deydi. 3-4 ming dollar deyshadi. Ko'p yolg'onlar ko'p. Bugun esa men hammasini shaffof sizlarga gapirib beraman. O'zi qanday qilib Yaponiyaga borsa bo'ladi deb ko'pchilik so'raydi. Oson yo'lidan boshlab eng qiyin yo'ligacha aytib beraman. Eng oson yo'li bu N5 darajada yapon tilini o'rganasiz, sertifikatni olasiz. Undan keyin esa o'sha til maktabiga kurs 1 yillik yoki 2 yillik bo'ladi. O'shanga topshirasiz hujjatlaringizni. Suhbat bo'ladi, 10-15 ta savollar beradi. Nima Yaponiyaga kelmoqchisan? O'zi nimaga Yaponiyani tanlading? Maqsadlaring qanday deb so'rashadi. Siz yapon tilida javob berishingiz kerak. Sizda N5 bo'lsa, bemalol bu savollarga javob bera olasiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, kontrakti 5-6 ming dollar yiliga bo'ladi. Bu pulni oldindan to'laymizmi desiz? Ha, O'zbekistonliklar bu pulni oldindan to'laydi. Oldin yarmini to'lab, yarmini 6 oydan keyin to'lasa bo'lardi. Hozir esa ko'pchilik o'zbeklar u yerga borib turib to'lamasdan har xil qing'ir ishlar qilganligi uchun O'zbekistonliklardan hozir 100% predoplatani olishyapti. Yana qanday xarajatlaringiz bor? Konsalting xizmatlariga hamma joyda har xil. Ba'zi kompaniyalar juda ham reklamalari kuchli bo'lganligi uchun juda qimmat narx olishadi. Nomlarini aytmayman. Misol uchun o'rtacha qilib aytaylik. Misol uchun bizda mana Japkorda biz ham til maktablariga o'qishga kirgizamiz, yordam beramiz. Bizda xizmatimizga qachon olamiz pulni? Qachonki siz vizangizni olsangiz, xizmatimizga 1000 dollar olamiz. Mabodo viza chiqmasa sizga pulni umuman olmaymiz. Undan tashqari esa dokumentlar qilishingiz kerak, paket dokumentlar bo'ladi. Ularga xarajat qilasiz o'zingizdan, o'zingiz 500 dollar xarajatingiz bor. Где-то plus-minus shuncha dokumentlarda o'zi ketadi. Mabodo viza chiqmasa 500 dollarga kuyamizmi deb so'rashingiz mumkin. Ha, chunki siz o'z pullarni dokumentga ketkazgansiz. 500 dollarni risk qilib ko'rishingiz kerak Yaponiyaga o'qishga kirish uchun. Viza chiqish ehtimoli qancha desangiz, hech qaysi kompaniya 100% garantiya bermaydi. Birorta sizga 100% aytgan bo'lsa, demak, bemalol ishonmasligingiz mumkin. Ular moshinnik, chunki ular hal qilmaydi. Biz hal qilmaymiz bu viza chiqmasligini. Dokumentlaringiz hammasini maksimalni to'g'ri qilib jo'natiladi, immigratsiya ko'rib chiqadi. Hamma narsani o'rganib chiqadi. Hamma yo'q ideal bo'lsa ham отказ berib yuborish mumkin, nimadir deb bahona qilib. Foizlarga kelsak, chiqish ehtimoli N5 daraja sertifikatingiz bo'lsa 60-70%. Umumiy qancha xarajat qilaman desangiz, где-то 8 ming, 9 ming dollar ketadi, chunki o'zingiz bilan pul olishingiz kerak, kvartirangiz bor edi, biletingiz bor 700 dollarcha. Shunaqa где-то bir 8 ming, 9 ming dollar xarajat ketadi. Keyin Yaponiyaga shu pullarni hammasini topishim kerak deb bormaslik kerak. Siz o'qishga ketyapsiz, konkretno maqsadingiz o'qish bo'lishi kerak. Mana hurmatli ota-onalar, sizlar ko'pincha mana sponsor sizlarsiz. 8 ming, 9 ming dollar farzandingizga qilib beryapsiz, lekin bu narsani u yerga borib 1 yilda chiqaradi degan umuman fikri xayol bo'lmasin. To'g'ri, bir xilgilar shunaqa qilishi mumkin, lekin ular o'qishni 2-3 planga qo'yib qo'yishadi va kechasi ham uxlamasdan ishlab shu pulni topishim kerak deb o'qishlarga ham bormay qo'yishadi. Shuning uchun ham, mana o'qishlarga bormay qo'yishlari uchun ham O'zbekistonliklarga viza chiqishi qiyinroq. Boshqa davlatdagilarga, misol uchun Rossiya, Yevropadan yapon tili maktabiga kimdir kirmoqchi bo'lsa, 100% kiradi. 100% muammosiz vizasi отказ bo'lmaydi. Chunki ularning maqsadi birinchi o'rinda borib turib pul topishim kerak degan narsa yo'q. Shunga ota-onalar farzandingizni Yaponiyaga jo'natyapsizmi? Faqatgina uni bilim olish uchun, dunyoqarashi o'zgarishi uchun, o'sha yerda balki zo'r kasb egasi bo'lib, o'sha yerda qoladi degan maqsadlar bilan farzandingizni Yaponiyaga jo'natishingiz kerak. Pul topadi degan narsa yo'q. Yaponiyada unaqa tezda ko'p pul topish ilojisi yo'q. Oyliklari unaqa baland emas. 3 ming, 4 ming dollar topish nereal. Prosta o'zingiz hisoblab chiqing. Soatiga 8-10 dollar topsa, haftasiga 28 soat ishlash mumkin. Undan ortig'i bilib qolsa o'sha muammo. Yana o'sha o'zbeklar shunaqa qilyapti degan narsalar bo'ladi. Boshida til maktabida o'qib,
ishlab yurish mumkin 28 soat haftasiga. Bu $1000, $1,500 topadi. Bemalol o'ziga yetadi. Hattoki $500 oyiga to'plashi ham mumkin. Keyinchalik bu pullarni kollejga yoki universitetga to'lash uchun. Ishlagani ham Yaponiyaga borish mumkin. Bu ikkinchi yo'li bo'ladi. Ishlagani borish uchun esa N5 daraja yetarli bo'lmaydi. N4 darajada sertifikatingiz bo'lishi kerak va har xil sohalarda, misol uchun qurilishda, zavodlarda ishlagani borishingiz mumkin. Chunki hozir eshitgan bo'lsangiz kerak, menimcha Yaponiyaga ishchi kuchi juda ham kerak. Tug'ilish juda ham kam bo'lib ketgan, qariya insonlar juda ham ko'pligi uchun chet eldan ishchilar kerak. 5 yil ichida 800 mingta odamni olib kelishni rejalashtiryapti hozirgi kunda Yaponiya. Shuning uchun yoshingiz 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lsa, yapon tilini boshlab enter olsangiz, bemalol Yaponiyaga borib ishlagani borishingiz mumkin bo'ladi. O'rtacha oylik yaponlarning o'zlari где-то bir $2000 topishadi. Bundan ko'pi rostdan ham rasxodlari arendaga ketadi. Keyin oziq-ovqat qimmatroq boshqa Osiyo davlatlariga qaraganda. Arendaga kelsak, bir xonali uy, bir xonali ham qancha bir 20 kvadrat, 15 kvadrat bo'lishi mumkin. $500, $600 oyiga to'lashingiz kerak bo'ladi. Keyin borganingizdan keyin точно shok bo'ladi. U yerda uylar biz uylarga o'xshamaydi. Miniatyurniy juda ham kichkina kvartiralar bo'ladi. Borganingizdan keyin voy bu bizning katta xonalar shunaqa-ku degan fikr bo'ladi. Supermarketga kirib oziq-ovqat olmoqchi bo'lsangiz, narxlari rostdan ham qo'rqinchli darajada qimmat, endi O'zbekiston bilan solishtirganda. Juda ham ko'p pul baribir oziq-ovqatga ketadi. Endi talabalar qancha rasxod qiladi? O'rtacha aytaman, deylik sherikchilik bilan yashaydi, $200-300 kvartiraga ketadi. Undan tashqari yemishiga, oziq-ovqatiga где-то unga ham 200-300 ketadi. Где-то $500-600 rasxodi bor. Sekin-sekin til maktabini bitirib, kollejga topshirishingiz mumkin. Kollejda bitirganingizdan keyin ishchi vizaga o'tkazib, ishlab qolishingiz mumkin yoki bo'lmasam universitetga kirishingiz mumkin. Shuna qilib Yaponiyada qolib ketish mumkin. Yaponiyani nimasini sog'inyapman? Bu tabiati, toza havoligi, chang yo'qligi. U yerga borganingizdan keyin baribir hayot boshqa dunyoga tushib qolgandek o'zingizni his qilasiz. Misol uchun, meni tanishim bor, Zavqidin aka, 8 yildan beri Yaponiyada yashaydi. N1 darajasi bor, eng yuqori N1 daraja. IT sohasida bir bankda, mashhur bankda ishlaydi. Oyligi $2-3 ming topadi. Misol uchun hozir O'zbekistonda ishlab ko'rmoqchi bo'ldi, lekin baribir menimcha Yaponiyaga qaytsam kerak deyapti. Chunki bu yerda ish ham topdi. $1,500 ga qanaqadir bir kompaniyada ish taklif qilishdi, lekin unga bu yoqmadi. Men baribir Yaponiyaga qaytsam kerak deb shu kunlarda mana Yaponiyaga qaytmoqchi. Demoqchimanki, juda ham ko'pchilik Yaponiyada yashagandan keyin u davlatga o'rganib qolishadi. Shunaqa darajada yoqib qoladiki, siz bu yerga qaytganingizdan keyin уже bir vaqtdan keyin уже cho'ta bo'lmayapti deb qaytgingiz kelib qoladi. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin desiz, menimcha baribir oylik yaxshiroq, keyin baribir davlat rivojlangan, 100 yil oldinga tushib qolgandek o'zingiz his qilasiz. Keyin baribir odamlari ham juda ham madaniyatli, tarbiyali, hamma yo'q o'chirtlarda turishlar, bular hammasini eshitgansizlar. Keyin muomala madaniyati ham juda ham kuchli. Misol uchun, u yerga yashaganimdan keyin, bu yerga kelganimdan keyin bir hafta ko'nika olmadim odamlarga. Ochig'i yomonlashmas odamlarni, bu narsani hozir tushunmasingiz kerak, menimcha biznikilarni yomonlayapsan deb. Lekin siz yerda yashab turib, yerda odamlarning munosabatini sizga ko'rganingizdan keyin, bu yoqqa kelganingizdan keyin bu yerdagi odamlar hammasi nimaga menga bunaqa muomala qilyapti-ki, men bularga nima qildim ekan deysiz borku. Misol uchun, hatto kimda magazinga kirsangiz ham sotuvchilar xush kelibsiz, keling deb kutib olishadi. Bankka kirsangiz, bankir mana o'tiribsiz, sizga bankir ma'lumot beryapti. Yoningizda stul tursa ham o'tirmaydi, tizzalab tushuntirib beradi, ma'lumotni beradi. Shu narsaga men vashsha hayron qolganman. Bir xil bo'lmaydi hayot. Bunday ko'chalarda yurasiz, har xil odamlarni ko'rasiz, chet elliklarni ko'rasiz, yangi tanishuv, yangi do'stlar, yangi joylarga borasiz. Hayot bir xil bo'lmaydi. Har kuni hayotni tempi boshqacharoq va rus tilida aytganda разнообразие hayot odamlarga yoqib qoladi va shu narsaga ko'nikib qoladi. Keyin bitta minusi, yaponlar juda ham ko'p ishlaydi. 12 soat, bu normal holat, bir kunda 12 soat ishlash, ba'zida 14-16 soat ham ishlab borishadi. Bularni ko'rib siz ham baribir ishlashingiz kerak bo'ladi.
universitetni bitirganingizdan keyin ham birorta kompaniyaga kirsangiz ham siz ham shunaqa ko'p ishlashingiz kerak bo'ladi. Universitetga kirishingiz ham mumkin, primoy universitetga kirib o'qishingiz mumkin, til maktabiga, kollejlarga bormasdan. Uning uchun sizda til daraja N2 yoki N1 daraja bo'lishi kerak. Buni olish esa oson emas. Bunga 2-3 yil ichida erishishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz 16 yosh, 17 yosh bo'lsangiz, bemalol harakat qilsangiz, albatta N1, N2 daraja olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari N1, N2 darajasi bo'lsa, primoy ishlagani ham Yaponiyaga borishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda aytishingiz mumkin, siz o'zingiz nimaga Yaponiyaga bormayapsiz, nimaga qaytmayapsiz deb. Sababi bor. O'zi men qaytish niyatim yo'q edi. Menga shunaqa yoqqan edi. Haligacha Yaponiya meni tortadi. Lekin sababi shundaki, men bitta farzandman, oilani tanladim, uylanishni tanladim, o'sha yerda ota-onam bilan bo'lishni tanladim. Shunaqa, shu sabablarga ko'ra men hozir Farg'onadaman. Japkor o'quv markazi ochganman. Bu yerda biz yapon tilini o'rgatamiz bolalarga. Bundan tashqari ingliz tili ham bor, bundan tashqari koreys tili ham bor. Yaponiyaga o'qishga kirmoqchi bo'lganlarga til maktabiga kirishga konsalting xizmatlarimiz ham bor. Kimdir ichlaringda yapon tilini o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Farqi yo'q, siz boshqa shahardan bo'lsangiz ham onlayn o'rganishingiz mumkin bo'ladi. O'qituvchi N1 darajali, aytganimdek, Zafodin aka o'zi Yaponiyada turib, gruppa qilib, unaqa ko'p odam bo'lmaydi, gruppa qilib o'rgatadi yapon tilini va birgalikda yapon tili maktabiga kirgizishga yordam beramiz sizga. Agar siz farg'onalik bo'lsangiz, bemalol Japkor o'quv markaziga kelinglar, gruppalar bor, qo'shilasiz, yapon tilini o'rganishni boshlaysiz. Qanaqadir ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana Telegram nomer, Telegramdan yozishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil hamma narsaga yordam berishga harakat qilaman. Nimadir qolib ketgan bo'lsa, iltimos savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. Keyingi videolarda bu savollarga javob berishga harakat qilaman va bitta iltimos bor, menga obuna bo'ling, qiziqarli, foydali kontentlar chiqarishni davom etaman.